Biz hozir Namangan shahridagi butun jahon xalqlari qatnashadigan Gullar festivalida 5-kuni o'rgani tomosha qilib Chortoqdan keldik. Bu gullar butun dunyo xalqini o'zini dargohiga chorlamoqda. Bu gulzorlar Allohning jannatiga qiyos qiladigan darajada go'zal bo'lib, bu dunyodan kelgan barcha insonlar bundan havas qilib, orzu qilib yashamoqdalar. Men ham farzandlarim bilan shunday yerda, Allohning yerdagi jannatga qiyos joyida tug'ilganimdan va shu o'lkada yashab turganimdan nihoyatda xursandman. Bu gullarni tayyorlashda Namangan xalqi juda katta mehnat evaziga butun dunyo xalqiga lazzat, xursandchilik, shodlik ato qilmoqdalar. Bu diyorga men 5-kuni kelgan bo'lsam, yana bu hozirgi ko'ringan festival 45 kun davom etishini butun dunyo xalqi talab qilmoqda. Ilgari 1 kun 2 kun bo'lgan gul bayram hozir 41 kunda ham odamlarni qalbidan joy olib, hatto buni yil bo'yi qilsa ham arziydi degan xulosaga ega bo'lmoqdalar. Qarang gullarni chiroyliligini. Inshaalloh bu gullardan zavq oladilar. Umrlari uzoq bo'ladi. Shod, xursandchilikda yuradilar. Mana shunday makonda yashayotganimizdan behad xursandman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Boshqa joy